endi yer planetada nima narsalar bo'lsa shuni yaxshisini dadang bilan onangga qil deyapti. Shuning uchun yosh avlod, dadasi, onasi hayotlar. Bitta o'tirgan mana kattalarni ko'ryapmiz, juda ko'pimiz. Deyarli kattalarning hammasini otasi, onasi o'tgan. Shunaqa qatorda meni ham otam-onam o'tib ketishgan. Ichimdagi armon o'zim bilaman endi nima bo'layotgani, nimalar qilolmaganimga achinayotganimni endi o'zim bilaman. Endi qari bilganda pari bilmas deydi-yu, shu kattalar, "Ey bolam, unaqa qilmagin, mana bizga shoh chiqmadi, 47 yil ichdik, tashadik mana, Xudoga shukr." deb qarilarni o'zi hayot tarbiyalab qo'ygan bo'ladi. Shu qarilarning gapiga kirish kerak bizda yoshlar. Shu yoshlarga men aytaman, ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan.